Qashqadaryoda kiberjinoyatning yangi turlari fosh etilmoqda. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasining 102 xizmatiga bir necha murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarda aytilishicha, viloyatimizning Qarshi shahri hamda Kasbi tumanida yashovchi fuqarolarning nomidan ijtimoiy tarmoqlar orqali haydovchilik guvohnomasini olib berishni firibgarlar va'da qilishgan va odatdagidek bu va'dalar fuqarolarning pul mablag'laridan ayrilib qolishlari bilan tugagan. Firibgarlar haydovchilik guvohnomasini hech qayerda o'qimasdan, test sinovlaridan o'tmasdan olib berishlarini va'da qilganlar va ba'zi akkauntlarda ishonarli bo'lishi uchun mansabdor shaxslarning fotosuratlari bo'lgan. Viloyatimiz fuqarolaridan ehtiyot bo'lishlarini va bunday aldovlar tuzog'iga tushib qolmasliklarini so'rab qolamiz. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.